labbay begim desaydi bir bor chaqirganda, jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda, labbay begim desaydi bir bor chaqirganda, jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda. Uzun ko'ylak jononima, ozor bermasan jonima, chaqirganda kel yonima. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda. Voy Lobarxon, uydamidingiz? Voy yangilikni eshitdingizmi? Voy ana Hanipani qizi qaytib kelganmish. Ha, o'sha o'zimizni Hanipachi. Voy boshida bo'lmaydigan ish edi o'zi, bilasizmi? Boshida bo'lmaydigan ish edi. Voy, ovozi qursin, g'o'ng'illamaya. Hozir Lobarxon shoshmay turing. Voy, ovozginasi o'chsin. Kelin, nima qilyapsiz? Tozalayapman, oyijon. Voy, ey! Katta uyda qattiq kirib gaplashishingni bilmaysan. Qattiq o'tirsang gum, paqir. Siz qila qoling shu ishni. Hozir Lobarxon sal chetroqqa o'tib oling. Ha, shu desangiz keyin men aytdim, necha marta gapirdim. Xo'p dedim, qo'y dedim. Voy, ha, Lobarxon, ha. Xuddi o'sha. Men aytdim-ku, o'zi tili yomon. Tili yomon edi. Men o'sha boshida aytganman unga. Shu desiz. Voy, hozir Lobarxon. Kelin, nima qilyapsiz? Oyijon, tozalayapman. Voy, boshqa xonada ishingiz yo'qmi? Oyijon, hamma joyni ishlarini qilib bo'ling, faqat mana shu yoqqa qoldi. Voy, tavba, hayhotdek hovlida. Voy, joy topolmaysan telefonda gaplashganiga. Boshqa xonadagi ishlaringizni qilavering, chiqing. Oyijon, faqat mana shu yoqqa qoldi-da. Voy, tavba. Mayli, siz shu ishlaringizni qila qoling. Lobarxon, ha, kelin, uborka boshlabdi-da shu paytda, ko'rmaysizmi endi? Voy, Lobarxon, hech gaplashib bo'lmaydi-ya. Endi sizga bir narsa deyman desam, orqamdan kelinim ergashib kiradi. Endi bir narsa deyman desam, yana orqamdan ergashib kiradi. Tavba. O'zimni uyimda o'zim gaplasha olmayman, birov bilan tavba qildim. Shunda jonimga tep. Voy. Hamma yoni yig'ishtirib bo'ldim-da, deysiz-ku, kelin. Gaplashtirgani qo'yasizmi yo'qmi, a? Oyijon, hamma yoni yig'ishtirib bo'ldim, mashq qolib ketibdi-da, oyijon. Ortiq qarang. Men telefonda gaplashmagan kunim 4 soatlab bitta xonadan chiqmaysiz. Men telefonda gaplashib qolsam, hamma yoni chaqqongina yig'ishtirasiz qo'yasiz-a? Menga qarang, kelin. Men hammomga kirib ketyapman. U yoqlarni yig'ishtirib bo'lgan bo'lsangiz kerak-a? Ha? Orqamdan bormaysiz degan umiddaman. Ha, Lobarxon? Ha. Mana shunaqa bo'lib qolganman. O'zimni uyimda joy topa olmayman gaplashgan, ha. Orqamdan ergashib yurishadi. Eshiklarim ochilmasligini qarang. Ey Xudoyim, kelin bor joyda ham har baloni gaplashib bo'lmas ekan. Buyoqqa kirib gaplasha qolaman. Menga qarang, Lobarxon, uyingda-chi bitta begona odam bo'lsa, gapingni ham hech kim bilan gaplasha olmas ekansan. G'iybat ham qila olmay qoldim. Ey, Savli, to'xtang, men joy topib o'tirib olay. Voy, nima qilyapsan deb so'rang. Vannaga tushib o'tirib oldim. Shu yerda ko'rinmaydi. Hozir pardani yopib olay. Shunaqa desangiz. Voy, kelinlarni oldida ham har baloni gapirib bo'lmas ekan, Lobarxon. Voy, o'g'limni shunda qo'shqo'llab topshirganman. Yaxshimisizlar? Alaykum assalom. Ha, bitta choy qo'ying, onangiz qani? Ichkarida. Ha, bo'ldi. Nargiz chehra. Hey. Aynan o'g'il tug'ar ekansan, katta. Voy, shunaqa bo'lar ekanda. O'g'il tug'ar ekansan, katta qilar ekansan, qo'sh qo'llab birovga topshirar ekansan, shu bilan. Yettiyot beganaga mana qo'liga shundoq topshirdik, qo'ydik. Qo'sh qo'llab birovga topshirar ekansan, shu bilan hamma yog'ona vayron. O'sha Hanipani ham keladi, yomon edi. Yetgancha Lobarxon ana Hanipadan xabar olib kelaylik, xafa bo'lib o'tirgandir bechara. Ha, yomon edi. Voy. Shoshmang, kelin shu yerga ham keldi, hozir shoshmang.
Yuragimni yording. Hamma bilan telefonda gaplashadimi? Qachon to'sirib olib? Qachon? Voy, O Hanifa xafa bo'lganda kelganman. Chiq bu yoqqa. Voy, yuragimni o'takamni yording. Yuring, bo'sh. Hammamda nima bor? Voy, yuring, dadasi keling, suv beraman, keling. Nima bo'lyapti ekan deb Allohdan Voy, erim kelib qopdi, qarang, bilmay qolma. O'takam yorma. Boshqa hech kim yo'qmish qilib. Dadasi keling. xabarlar bo'lgani yaxshi va u bardavom bo'lsa undan-da yaxshi. Voy, kelin poshshamdan o'zim o'rgili va nihoyat qo'lingizdan shirin taom yeydigan bo'ldik-a. Oyijon, retseptni Instagramdan ko'rdim. O'shandan ko'rib qolman. Voy, bu Instagram ham balo ekanda, a. Yaxshi ham shu Instagram chiqibdi-ya. Bo'lmasam men hozir hamma balo meni boshimda singan bo'lardi. O'zim o'rgatayotgan bo'lardim-da shu ovqatlarni sizga. Juda ham chiroyli chiqibdi. Endi mazasini yeganda bilamiz. Oyijon, Instagramdan yoki internetlardan yaxshi ma'noda foydalansa ham bo'ladi. Voy, o'zim o'rgili. Bo'p qoldimi ovqatingiz? Bo'ldi, oyijon. Bo'ldi, chaqiring, eringiz bilan adajoningizni chaqiring bo'lmasa. Xo'p, bo'ladi, oyijon. Ha, kela qolinglar. Adajon. Rahmat. Umringdan bir kuning qolsa ham osh ye. Pulingdan bir so'ming qolsa ham osh ye deydi. Olasi. Oshdan oling. Keliningiz qildi dada oshdi. Yo'q. Voy, qarang. Yo'q. Oling. Instagramga qarabmi? Dada o'zi ham qiladi ovqat. Qani olinglar. O'zi ham Xatirlashamanda kelin. Qani olinglar. Oling, oshdan. Rahmat, oyijon. Ha? To'yib qoldim, oyijon. Voy, dadasi qarang. Mana men yangi kelganimda shunaqa o'zim ovqat pishirib, o'zim to'yib qolardim. Hech ovqat yegim kelmasdi-ya. Unaqa bo'lmang, oling, o'rganib ketasiz, oling. Sanda hech sezilmagan. O'zing ovqat qilsang, qilmasang men bilan bir xil yeb o'tiraveradi. Yangi kelinligimdami? Yangiligingda ham, eskiligingda ham bir xil xo'rayding. Hecha, sizlar bilan birga o'tirmagan. O'zimcha. Qancha ishlarni qilardim. Hecha. Oling, что здесь? Choy iching. Chayna buying. Nimagadir odam qizib ketyapti. To'g'ri. Nega qizisiz, choy iching. Labbay. Labbay xondan qizimi? O'zim qarayman, oyijon. Hozir boryapman. Hozir. O'tiring, siz choyingizni ichib turing. O'tiring. Ketyapman. Keling. Labay, adajon. Eringizga lakatsiz to'rtashib bering, lakatsiyasini topolmayapti. Xo'p, bo'ladi. men qaray qolay, ha? Labara pengami? Yo'q, xonamda narsam qolib ketdi. Ishim bor edi. Yangi kelinni oldida eski sharmandagarchilik. Voy bu, o'ng tomon ham, chap tomon ham faqatgina ayollar kiyimi ekan. Iltimos, Ruxsoraxon, to'g'riga qarab keting. Bu yoqqa qarab qo'ymang. Chapga ham o'ng. Nega chiroyli ekanda? Endi ayollar sizlarga hamma yo'q chiroyli. Yangi narsa bo'lsa bo'ldi. Chiroyli ko'rinadi. To'xtang. Mana bu do'konga kiraylik. Qarang, qanaqa chiroyli narsalar bor ekan. Uyga ketaman. Oybek, olib bering. Uyga ketsa bu. Yo'q, kiraman. Men kiraman. Yuring. Baribir chapga qarab qo'ydi. Chapga unga bo'lib ketdi-ya. Voy, shu yoqdimi? Qani ko'ramiz. Tezroq chiqinglar, faqat qolib ketmang. Yaxshi yumshoq joylar qilib qo'yishibdi. Ayollar qolib ketishini bilib, erlariga joy qilib qo'yishibdi-da. Bo'p oldingizmi, Ruxsora? Bitta ko'ynakniki shuncha qiyin. Bilmayman. Tushunmadim.
Obi aka, qalay, yarashdimi? Nech pul ekan ruxsora? $400 ekan. Yo'q, jicha rangi sizga tushmabdi. Yarashmabdi. Yarashmadimi? Boshqacharoq rang yarashadimi deymanda sizga. Bu jicha o'xshamaganga o'xshab turibdi. Nima deysiz o'zim? Qarang, xohlasangiz oynaga qarab ko'ring, lekin yarashmagan. Hozir kiyib chiqaman boshqasini. Xo'p. Boshqasini ko'rsating. Xo'p, xo'p. $400'miş ya. $400. Men 3 qavat kiyim qilaman, o $400. Hozir! Ha, pocham ekan. Kim u? Ha, mama pocha. Shuhratbek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshim pocha. O'z darvozani taqillatishingizdan, zarbalaringizdan biluvdim siz kelganingizni. Har urganingizda yer qimillab ketadi-ya. Shuhratbek, yaxshimisiz? Opam yaxshimilar? Har yaxshi. Uydagilar, parkentliklar hammasi tinchmi? O'tirishibdi. Ha, yaxshi. U opingiz ham kelin bilan bozorga ketishuvdi, latta putta degandek. Ha, latta putta deng. Ha, o'shanga. Amunda bir pocha, ichkariga ham taklif qilmaysan, bunda eshik tagida qolib ketdik. Kiramizmi? Ha, endi sizga taklif shart emas. O'zi shunday bilib kiraverasiz, shunga aloqa. Keling, kiravering. Rahmat. Bo'p qoldingizmi? Bugun shu yerda qolib ketmasak bo'ldi. O'zi ayollar bir do'konga kirsanglar shunaqa. Rahmat aka. Sonra Qani Shuhratbek, oppo, qani kesirlar. Parkentlar tinchmish qilib. Ha, pocha tinch, hammasi Ha, joyida. qani chiqavering, qani. Bir ketishda aylanib. Ha, endi sog'indim. Sizlarni bir ko'rgim keldi, pocha. Yo'q. Meni sog'indingizmi? Ha, endi. Qani tinchlik, omonligini bersin. Allohu akbar. Yaxshimisiz, Shuhratbek, yaxshi keldingizmi? Ha, yuribmiz, pocha. Ha, parkentlar tinch, hammasi qarindoshlar, uydagilar. Kelin yaxshi. Nima kayfiyat yo'q? Ha, pocha. Hamda mehmon keldi. Hamda ichkariga kirib mayda, chuda, haligi ovqat degan yo'ldan charchab kelganman. Ha, bir mehmon qilmaysizmi? Ha, endi har hafta kelganingizga mehmonligingiz ham esimdan chiqqan. Ha, bo'ldi. Faqat osh bor. Kechagi oshda bo'laverami? Voy, pocha, 3 kunlik osh bo'lsa ham beravermaysizmi? Yo'ldan charchab qornim och kelgan. Yeyveraman. Siz yo'ldan charchamasangiz ham yeyaverasiz. Chiqaman bo'lmasa. Haligi qora choy ham damlab oling. Ha, doktor sizga qora choy iching degan. Bo'ldi. Ha, pocha, nima kerak? Ona yurtning bag'rida solasi. Ha, keling. Ya, keling. Qani magizlardan, bodomlardan, kampitlardan. Men oshni isitgani qo'ydim. Hozir, ha? Hozir. Ha, televizor ko'rmaysizmi? Yo'q, haligi anu Euronewsga o'xshagan kanallaringiz bormidi? Yo, men siyosatga qiziqmayman. Siyosatga qiziqmaysizmi? Yo'q. Bizda faqat o'zimizning kanallar, unaqa BBC, Euronewslar ko'rmaymiz. Bizda faqat mening yurtim. Qani? Nonlardan nima?
Qarang. Qani, avval qolmaysiz, avval qolmaysiz. Shuhratbek bemalol. Hozir choy. Osh isitgani qo'y. Ha. Shu vaqt qismatlar qiladi. Qarang, mevalardan. Ha, pochcha. Men meva yeyishga emas, osh dedim-ku. Hozir isyapman. Hozir olib kelaman. Muammo yo'q, osh ekan. Hop. Jonimni so'rang, jiyan. Ha, o'zim opamman. bu ishni kim qilgan degan Issiqqina. Issiqqina qora choy. Qani? Choy qo'y. Choy. Siz pochchaysiz. Voy. Quyib iching. Shuhratbek, mana ovqat sal olaroq isibdi-da bo'laverami? Voy, olib kelursiz. O'zim ham isib ketdim-da, mana kurtkam yechay dedim. narkotiklar bilan yosh Shuhratbek oshmas ekan-u, bistrogim bor ekan, bo'ladi-a? Chiroyli qilib. Faqat aytib qo'yay, kechagi ovqat. Hazm bo'lib ketadi-yu? Hozir ham men qarayman. Oybek aka. Qalay? Nechi pul ekan? $300 ekan. Yo, Ruxsora, qora g'alati-yu. Qorani bilasizmi, qatga kiyishini? Yo'q. Bu tushmabdi sizga. O'zi yo'q. O'ta to'qda bu. O'talar to'q. Bu yarashmagan. Sizni ochmaganda Ruxsora. Hozir unda boshqasini kiyib chiqaman, ha? Kiyib chiqing. Yana necha soatda chiqarkin? Tova qildim, o'zini uyi yo'qmi deyman. Har oy keladi. Nima qilishini bilmaydimi deyman. Xotini bilan urushdi, bizanikiga keladi. Tova qildim. Kelin, bir ovqat solmaysizmi qattasizlar? Voy, o'lmasam, voy. Ha, dadasi? Voy, nima qilyapsiz? Qo'ying qo'lingizdagilarni. Shunda qo'shniga chiqib keldim. Voy, to'g'ri yo'g'im, dadam. Mehmon kelgan. Qanaqa mehmon? Ukang keldi. Mana zalda o'tiribdi. Voy, qaysi ukam? 128 ta ukang bormi? O'zi bitta ukang bo'lsa, o'zingni ukang, radnoy ukang bitta qorindan talashib tushganmizni bilsa, bir-birlaringga oqibat qilasizlar. Voy, tushunmadim, ne ekibdi? Men qaydan bilaman, o'tgan safar ham bir kunga keldim-da, bir hafta qoladi. Buning bir haftaga keldim deyapti. Bu bir oy ketmaydiganga o'xshayapti. Hali chiqayotganda o'tiruvdi zalda. O'zi yotib olgandir ham. Voy, sekinroq gapiring. Menimcha xotini bilan urushib qolgan yana-da. O'sha xotini bilan urushsa, uydan chiqib ketadigan odam. Xotini bilan urushsa, nima biznikiga keladi? Boshqa boradigan joyi yo'qmi? Opasiman-ku, opasi. O'sha kelinga ham buningga chidab yashayotganiga rahmat deyish kerak. Bu ukangni Raddonda tug'ilganda 3 marta otib, 2 marta ilishganmi? Bir marta miyasi bilan kabilga tushganmi? Voy, tavba qildim. Qancha baqirib. Sizlarga nima? Ota-bobolaringdan oilaviy bir farosat degan narsa meros qolmaganmi? Voy, keladi-da endi. Voy, Kelsa bor, choy olib kir, qara. Tavba qildim. Sekinroq gapir. Sekinroq gapir. Azoyibadanim parkentiylar bosib ketdi. Shuhrat. Ya? Voy, tavba, qachon kelding? Keldingizmi? Tuzimsan? Keling. Voy, asalim, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Assalomu Sonlaring yaxshimi? Tuzimsan? Ha, qayerlarda yuribsiz? Bozorlarda yurganmishmizmi? Menga qara. Tinchlikmi? Nima qilib yuribsan? Shu bir keboban bo'lmaydi. Bir keboban bo'lmaydi siz uyingizga borib. Yana xotining bilan urushdingmi? Yo, opa, menga qarang. O'zichi xotin degan gapsi qo'lingga qo'nsa-da, bulingiz. Qo'ysangizchi. Men senmi qotirman. O'zingga mana shu gap deya olmaysan-da, o'zingga ham. Tavba qildim. Erkak kishi ham xotini bilan urushib, arazlab ko'chaga chiqib ketadimi? Menga qara. Bola chaqangni bo'yi yetib qoldi. Uyalmaysanlarmi? Pochchangni oldida ham shunda nomusga o'ldirib tashlaysan-a. Shundoq uyalaman har safar kelganingda. Opa, shahar zo'r-da. Shaharda maza qilaman. Mana qarang. Bu mahallada bir qiynalgan nochor ayol yo'qmi?
bir uylanib olardim. Va qarang, uylab olasizmi? Hali xotiningizni eplang, uyga borib, bola chaqangizni eplang, xo'pmi? Avval bittasini eplab oling, keyin qolganiga uylanasiz. Shaharga kelib, beva becharaga uylanarmish. Sabr. Ay qarang, bozorga chiqib kelsangiz, bir osh yesak, qo'l bola qilib, Osh yermishlar. qo'y go'shalar bilan. Osh yermishlar. Ishlagan yeydi oshni, tushundingmi? Menga qara, uyda kelin bor. Men uyalaman. Hozir men senga bir ikki pul beraman. Tez bozorni qilib uyga yetib ol. Tushundingmi? Qo'llaringni yolg'iz qoldirma. Har urushgan o'tga likillab kelaverma, men qudalarni olib ham uyalaman. Bitta amin qiling, amin qiling. Amin. Tinchlik xotirjamlik bersin. Tur. Tavba qildim. Buni yo'q deb ketaman, ha. Ani gapi bo'ylab qo'y, yaxshisi kez etarsiz. Hoy tavba, baribir fikridan qaytmaydi-ya. Abi aka. Abi aka. Qani? Nech pul aka? $50 ekan. Voy. Voy. Mana bu yarashib sizga. Rangingiz ochganini qarang. Mana молочный, menga o'zi молочный rang yoqadi. Sizni juda ham ochdi bu rang. Ko'ynakni qarang, chiroyliligini, voy, to'yimizga kiysangiz ham bo'laverardi ekan. Buni kelin ko'ynakda o'rniga. Juda ham. Bilaman sizga nimaga yoqqanligini. Nimaga? $50 bo'lganligi uchunmi? Voy, qanaqa $50 bo'lganligi uchun? Voy, ko'ynagi ham yoqdi. İçidagi ham yoqdi. Olib beraman. Olib bering unda. Xo'p. Almashtirib chiqaman. Almashtirib chiqing. Printerlab turing. Xo'p. Bo'pti. Eplading Oybejon, eplading. Endi pulini to'laymiz. Sening $50 so'mda necha pul bo'lardi? Mana oxirgi kirib ketdi-yu xotinim. $450 ni qachon bermoqchisiz? Yo'q, adashdingiz. Siz anu $50 ko'ynak bor, oxiridagi молочный ko'ynak. Shunga. O молочный ko'ynagimiz $500. Ha, hozir kiyganlar. Yo'q. Rusora, Hola be. tupikka chiqdingiz-ku, tupikka. Bu kalla ishlab ketibdimi? Katta qovoq kalla ishlab ketibdi-da. Yeb qo'yding Oybejon. Ha, hop, opa o'zi endi keldi. Yetib ol. Ha, bir 3-4 kun dam oling. Qanaqa dam? Qanaqa dam? Uyga ketasan. Nimaga uraverasiz, opa? Menga qara, eshik bu yoqda. Ketmayman. Menga qara. Urma! Hozir urib mayib qilib qo'yasan, keyin men umrim oxirigacha buni boqamanmi? O'tma bundan o't. Uyga ketasan. Ketaman deyapti, nima urasan buni? Bo'l tez. Ha, bo'ldi, ketaman. Tez yur. Ketaman. Tez yur. Urma! Tez yur. Tez uyingga bor. Bola chaqangni yoniga bor. Ularni yolg'iz tashlab, erkak ko'chada. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda, jon quloqdan tinglasaydi men gapirganda. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda, jon quloqdan tinglasaydi men gapirganda. Uzun ko'ylak jononima, ozor bermasan jonima, chaqirganda kel yonima. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda.